Assalomu alaykum. Arava kerakmi? Yo'q, arava kerak emas. Yaxshimisiz? Bezovta qilmadimmi? Otizm aka? Bezot. Qayerlisiz? Qashqadaryodan. Qattiq oqsoqlanib yurar ekansiz. Arava tortishda qiynalmaysizmi? Ro'zg'or qilish kerak baribir. Ha, farzandlaringiz bormi? Nechta? 3 ta o'g'ilcham bor. Bitta zo'r ish qilamiz. Zo'rligini videoning oxirida o'zingiz ham ko'rib xursand bo'lasiz. Yo'q. Qarshi emasmisiz? Yo'q, qarshi emasman. Bo'lmasa bunday qilamiz. Aravangizni bir joyga qo'yaylik. Davomini bizni kuzatayotgan do'stlarimiz qarmiz video operatorimiz. Mana bu yerda ekan. Davomini videoda ko'rasiz. Ungacha bitta like-ni tirs etib bosib turing. Ketdik, aravangizni qayerga qo'yamiz aka? Aka, nima bu qo'lingiz cho'ntagida ketyapti bunisi? Bir tomon ishlamaydi. Ha, bu qo'lingiz ham sal aniq. Aka, bir narsani biling. Bu dunyo yolg'onchi dunyo. Hammamizga jazoga berilgan dunyoda, haq dunyoda eng sog'lom, eng krasavchik inson bo'lasiz inshaalloh. Bratni fatalni o'zgartiramiz. Like boshingizdan chiqmasin. Bekzod aka, Toshkentga qancha bo'ldi kelganingizga? 1 yildan o'tdi. Sharoitim bo'lsa, o'zim barchalarim oldiga o'tirib, o'zim uyimga o'tirib ishlagan boshqacha ekanda. Ko'rgim keladi, sog'onaman. Mana shu akamizni sochlarini chiroyli qilib zo'r qilib berishingiz kerak. O'zingizni voshim boshqacha his qilyapsizmi? Ha? Bo'ladi, yaxshi. Zo'r, ha? O'tiring endi. Krasavchik bo'ldingiz. Endi sizni yangam tanimaydigan darajada o'zgartiramiz aka. Yo'q. Yuring, yuring. Keling aka. Va alaykum assalom. Bekzod akamni ko'rinishini, obrazini o'zgartirib yuborishimiz kerak. Xo'p bo'ladi. Bekzod akamiz bilan manzilga keldik. Endi luklarni tanladik. Klassikadan boshlaymiz. Qalay? Qanday bo'lar ekan? Zo'r bo'lar ekan-a. Birinchi oyoq kiyimni yechamiz aka. O'zim yechib beraman, o'zim yechib beraman. Bekzodjonning yangi obrazini ko'rishga tayyormisizlar? Tanadadan. Bekzod aka, qalay? Zo'r. Sizga bir narsa yetishmayapti. Achki yetishmayapti. Qalay? Bekzodjon, xush kelibsiz. Kommentariyaga bor yo'g'i bir raqamini qoldiring va albatta like bosib yurishani qizartirishni unutmang. Ropparasi 2 haftadan keyin kommentariyadan bitta do'stimizni va likelardan bitta do'stimizni tanlab Adamarida boshdan oyoq kiyintirishga va'da beraman. Chunki Adamari shunday bir manzilki, farzandlaringiz, ahli ayolingiz va albatta ota-onangizni o'zingizga mos keladigan kiyimlar mavjud. Sizni sheriklaringiz, o'rtoqlaringiz taniydimi yo'qmi ko'ramiz. Ketdik, yuring. Tanimayapsizlar-mi odamda? Bekzod. Achkini yeching, achkini yeching, tanimayapsizlar ular. Achkini yech. Qalay, o'zgarib ketdimi? Bekzod aka, bu kiyimlar hammasi sizga qo'shimcha sizga. Bu ham sizga. Qayer qo'yamizmi? Ha, shop qo'yavering. Qani? Seni shunchalik siylabdi, Alloh bilan siylasin. Har doim yaxshilik kunlar, tinchlik, salomatlik bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Sendek mana shunaqa mehrli qo'llar ko'payib ko'tarilsin. Har doim yaxshilik Alloh. Endi Bekzod akamizga va'da bergandik. Bugun ishingizni tashlaysiz deb, ana bugun ishni tashladilar. Buni yashiramiz, keling. Bu sizga yana. Bugungi ish haqingiz. Endi bugun nima qilamiz endi aka? Dam olamizda.